Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qatımlıq Uçuq Söhbət proqramımızın görüşünlərdən qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görmələrimiz hammalar məlum bolğandək, biz bu proqramımızda hər qaysı təşkilat rəisləri yoki millətimizdən çıxan alimlərni təklif qılıb millətimizə əlaqədar bolğan hər xil mövzularda söhbət edib beriyatımız. Bugün həm şunun cümləsindən bugün mehmanımız alayid bir mehman. Uzun yıllardan beri bizni tədqiq qılıyatqan, bizden məsələmizə köngül biliyatqan bir mehmanimizni təklif qıldıq. O bozumu Sean Roberts, George Washington Üniversitesi Əliyut Xalqara Münasibətlər İnstitutu professori. Qimmatli vaxtını çıxırıb aldılan ziyaretimizi qəbul qılıb kəp gəldiğiniz üçün köp rəhmət etimiz. Rəhmət sizə. Rəhmət sizə. Qadirli görmələr, bugün həmdə biz nəhayət güzel bir nurgun temalar var söhbətləşirgan. Proqramımız naq meydandan taxtlı oturup ekranlarda çıxıb durğan nömrələr arqalıq arqana bir suallar bolsa proqramımızğa sual sorsanlar yoki fikir təkliflərini bildirişinizə ümid qılırıq. Şunaqla köpləyən qardaşlarımızınki görüşü üçün, faydalanışı üçün proqramını həm bəhrləb qoşunlarını ümid qılırıq. Şununla başlasam, hörmətli Sean Roberts efendim. Hem de siz elbette uzun yıl bizden Uygur tilimizi nəhayət yaxşı bildikensiz. Bugün sizlerle tanışıptık. Aldı bilen sizinle görünmələrimiz bir tanıp ötüşü üçün özünüzü qısqaça bir tanıştırıb bəqəm bolsanız. Ben hazır George Washington Üniversitesi'de yaşayman. Ders beriyatman. Halkara tarikatiyat torusuda. Hem Uyghurlar torusuda tahqiqat kılman, uzun medeniyetşünos, etnograf. Endi 90 yılda birinci ketim vatanınızga berip kayttım. O vakitte men Uzbekistan'da okugan. Sovyet İttifakı'da. O vakitte men Orta Asya medeniyeti tarihi kızıqıvatkan. Kişki tetilde Şarkı Türkistan'a berip sizin medeniyetinizni gördüm. Şunun için o mesela Sovyet İttifakı'na nispeten Şarkı Türkistan'da Orta Asya'nın medeniyetini yaxşı saklagan. Din, urf adatlarını yaxşı saklagan. Özünün tarihini yaxşı saklagan. Şunun için o vakitte başlap Uygur medeniyetini, tarihini okumakşıman. Yani Uygurlarga şu vaxtda məşəb qızıqdınız. Böyle özünün dinini, mədəniyyətini saxlab qalan bir millət ikənligini şu vaxtda səzdiniz. Özbekistan'da oxuyan vaxtınızda bütün Türk millətlərinin tarixini oxudunuzmu yoki məxsus Uygurlar tədqiqatı da oxudunuz? O vaxtda umumi Orta Asya. Mesela Uzbekistan, Kazakistan, Kırgızistan. Ondan keyin 90'ncı yıllarda men doktorluk dissertasyası için tahqiqat kılgan Kazakistan'da asasan. Men 94'nci yıl başlap 2005 yılgacha asasan o vakitte men Kazakistan'da var. Hem o vakitte 6-7 kettim, vatanınızga berip kayttım. Neçinci yılı? O 94'nci yılda başlap, ondan keyin yana 96'nci, 97'nci, 98'nci her iki kettim Şarkı Türkistan'da 2000 yılında buldum. Ahir qetim 2000 yılda buldunuz. Xoş, endi sizniki elbette hazırmı şu George Washington Üniversitesi'de halkara münasebetlarda ders berisiz. Yani bizning hamda
nurg'ulg'an Uyg'urlar haqida, Sharq Turkiston haqida nurg'ulg'an maqolalaringiz hozirgacha e'lon qilinibdi. Sizniki shuni so'rsam, Uyg'urlarni tadqiq qilishingizga turtki bo'lgan sizni ittirgan sabab nima edi boshda? U menimcha u birinchida men Sovet İttifaq musulmonlar bilan munosabatlarini o'qidim. Xo'sh. Endi Sharqiy Turkistonda bo'ldimda men ko'rdim, shu munosabatlar Xitoy hukumati musulmonlar bilan munosabatlari yoqishmaydi. Munosabat o'xshamaydi. O'xshamaydi. Sovet İttifaqda ozgina chataq bo'lgan musulmonlar bilan, Rossiya bilan. Biroq u yerda umumiy vaziyat yomon emas bo'lgan. O'zbeklar ruslar bilan yaxshi aralashgan, bilan ishlagan, bilan so'zlashdi, shunaq. Sharqiy Turkistonda men ko'rdim, u yerda Xitoy xalqi bilan, Uyg'ur xalqi bilan ancha-muncha aralashmaydi. Xo'sh. U bir. Ikkinchisi, u vaqtda 91-yilda Sovet İttifaq parçalangandan keyin men ko'rdim, Qozog'istonniki, Qirg'izistonniki Uyg'urlar Sharqiy Turkiston Uyg'urlari bilan munosabatlar yana boshlagan. Yangi boshlagan. Shu to'g'risida mening dissertatsiyam, shu temasi to'g'risida qanday aralashgan, qanday munosabatlar bo'lgan, qanday masalan Sovet Uyg'ur madaniyati va Sharqiy Turkiston Uyg'ur madaniyati asta aralashgan. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Endi men shunday go'zal bizning millatimizni tadqiq qilganligingiz va hozirgacha bizning millatimizning ishlari uchun ajr singdirayotganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman xalqim nomidan. Shunaqla bizniki Uyg'urlarningki go'zal bir do'ppisi bor. Bu do'ppini sizga hadiya qilishni xohlaymiz, istiqlol bo'lishimiz bilan. Bu do'ppini bir kiymasangiz. Rahmat sizga. Kiymasangiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Yaxshi. Texnik go'zal bo'lib ketdingiz, rahmat. Xo'sh, endi tadqiq qilish natijasida siz endi uzun yillik bizning masalamizni tadqiq qilish natijasida Uyg'urlarningki qanday alohidligini his qildingiz yoki kamchiliklari masalan, nimalarni his qildingiz siz? Menimcha bir qiziq narsa Uyg'ur jamiyati ichida, Uyg'ur madaniyati ichida shu ijtimoiy tashkil. Masalan, hamma yerda menimcha u o'zining davlati bo'lmagani uchun hamma yerda Uyg'urlar o'zi tashkil qildi. Tashkillashib, to'plashib yashaydi. O'zining jamiyati, o'zining mahallasini tashkil qildi. U men haqiqatan deyman, u Meshada Safakulda bo'lsin, Zeytinburnuda bo'lsin, Olmatuda bo'lsin, Shimol Virginiyada bo'lsin, hamma yerda Uyg'urlar bo'lsa, o'zining Uyg'uriston bor. O'zining jamiyati, o'zining madaniyatini saqlaydi, o'zining siyosiy da'vosi uchun harakat qildi, o'zining davlatdek bor. Xuddi bir kichik bir davlatni o'zi yashayotgan yerga elib chiqib shu yerda yashab qildidan. Xo'sh. Endi siz endi shu Xitoy rejimi degan Uyg'urlarni nima uchun bu darajada bostirdi degan bir savol qo'ysangiz, qanday javob berasiz? Menimcha u yerda bir javob yo'q.
Masalan, har xil narsalar bo'lyapti hozir menimcha. Birinchida Xi Jinping o'zi uning kuchligi qanday deyman, u qattiq. Hamma yerda Xitoy bo'yicha qattiq. Biroq Uyg'urlar bo'yicha albatta qattiqroq. Nemishki bir menimcha u Uyg'urcha bilmayman, shu nima inglizcha Belt and Road. Nima deydi? Bir belbog' bir yo'l. Bir yo'l plani. U planni menimcha bir rol o'ynayapti hozirgi zamon vaziyatida. Shuni ijro qilish uchun balki Uyg'urlarni to'salg'i ko'ryapti. Shuning uchun buni yo'q qilish uchun tirishyapti demoqchi. Menimcha u bir javob. Faqat bir sababi. Bir sababi. Boshqa sabablar bor, o'zining Xi Jinpingning stili, yana menimcha yana u tarixiy sababi bor. 18-asrda boshlab hozirgi zamongacha menimcha Sharqiy Turkistonda koloniallik zulmi bor. Hozir shu zulm davom qilyapti. Har qachon Uyg'urlar menimcha shu koloniallik zulmini qabul qilmagan, har qachon shu zulmga qarshi harakat qilgan. Xi Jinpingning hukumati shu ham o'zi qabul qilmaydi shu harakatni. Xi Jinping va undan ilgirki butun raislar bo'lsin, Xitoy kommunist hokimiyatining hammasi bizning vatanda Uyg'urlarga qarshi qilayotgan ishlarni albatta yaqindan bilasiz. Hamda Xitoy davomli holatda bizni, ya'ni Uyg'urlarni terrorchi deb buni deydamdi, ilgari surdi. Siz uzun yildan buyon hatto vatandagilarga uni chet elda tinchlik yo'l bilan da'vo qilayotganlarni, qonunliq o'zida turayotgan davlatlar da'vo qilayotganlarning hammasi Xitoyga nisbatan terrorchi. Vatanimizda qilayotgan butun jinoyatlarini, butun bostirishlarni atalmış terrorchilikqa bog'laydi. Mishadayda asabiy kuchlavati, uvati, buvati degandek. Siz Xitoyninki bu iddaosiga, bu da'vosiga qanday qaraysiz? U birinchidan menimcha terrorchi o'zi bir siyosiy qalpoq. Siyosiy qalpoq. Asosan shu dunyo terrorchilikka qarshi jang boshlagandan keyin hamma yerda dunyo bo'yicha shu qalpoq har xil xalqlarga qo'yayotdi. Dunyoda bir mazmun terrorchi uchun yo'q. Masalan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'da o'zi mazmun terrorchi uchun o'zi mazmun yo'q. Bir mazmun yo'q. Bir mazmun yo'q. Shuning uchun hamma yerda hukumatlar shu qalpoq foydalanyapti. Diktator hokimiyatlar bu qalpoqdan foydalanyapti. Endi menimcha hozir Uyg'urlarning vaziyati u yana bir sabab shu vaziyati uchun. Masalan, yaqinda 50 necha yurtlar deydi shu Sharqiy Turkistondagi lagerlar u durust terrorchilikka qarshi u bir durust. Xitoyning elib berayotgani to'g'ri deb 50 ga yaqin davlatlar qo'lladi Xitoyni, shuni demoqchisiz. Xo'sh. Endi shu bu terrorchi qalpoqdan keldi menimcha shu
vaziyatda. Xo'sh. Shu qalbaq bilan Xitoy bostirmoqda Uyg'urlarni. Xo'sh, endi shu siz bizningki Uyg'urlarni tadqiq qilish, bizning tariximizni tadqiq qilish jarayoningizda bizni faqat bir ma'lum bir millatni tadqiq qilgandek bizning madaniyatimizni ham tadqiq qildingizmi yoki tadqiqot jarayonida Sharq Turkistonning mustaqil bir davlat ekanligini, davlat sifatida bu Xitoy tomonidan ishg'ol qilingan bir davlat deb bunimi tadqiq qildingizmi? Shu tarixini tadqiqot qilgan. Endi menimcha Sharqiy Turkiston o'zi Uyg'urlarning vatani. U to'g'ri koni zamandan shu territoriya ham Xitoy bilan, koni Xitoy bilan munosabatlar bo'lgan. Biroq ham O'rta Osiyo bilan munosabatlar bo'lgan. Ham boshqa yurtlar bilan, Indiya bilan, Eron bilan munosabatlar bo'lgan. Shuning uchun hozir Xitoy Kommunist Partiya deydi, shu zamin koni vaqtdan Xitoy bo'lgan. U durust. Burundan tortib Xitoyning Xitoy deyotdi-ku Xitoy hozir. U to'g'ri emas. Biroq u albatta Uyg'urlar o'z millati menimcha shu Sharqiy Turkiston zamin bog'lagan. Masalan, Uyg'urlarning ko'nida ham Turk kuni, ham Eron kuni, ham Indiya kuni var. Hammasi shu orqali Sharqiy Turkiston territoriyasi. Shuning uchun men shunday o'ylayman, Sharqiy Turkiston o'zi Uyg'ur zamini. Albatta shudan hammasi problemalar Xitoy kommunistlar bilan problemalari keldi. Chunki Xitoy Kommunist Partiyasi shu territoriyaga Şinjandek qaradi. U deydi, u Uyg'ur zamini emas. Sizcha shu Xitoyning ham degan siz dedingiz masalan bu shunchalar dunyoda masalan nurg'un tadqiqotchilar va dunyoda donliq universitetlarningki nufuzli ham nurg'un tarixchilarning, hatto Xitoyning o'zining tarixchilarining ichida bizning vatanninki ta oxirgi nimikagacha ayrim mustaqil bo'lib yashagan uzun tariximizda men Xitoy bilan davomli mujodilada urush jadal bo'lib keldik. Bu ziminniki azaldan hozir Xitoy deyotgandek azaldan Xitoyning zimini emasligi Xitoyning o'zigimi ma'lum. O'zimi bildik Xitoy hamda. Buni bilib turib, butun dunyoda nurg'un bugünkidek axborotda hamma yerda bir minutda hammani belgili bo'lgan bir sharoitda xuddi dunyodagi insonlarning hammasini jahil chaqlagandek butun xalqarani hozirgacha hali ham bu ziminniki azaldan tortib burundan tortib bizningki degan gapni davomli ilgari surishining maqsadi nima Xitoyninki sizga? Bu menimcha masalan men o'quvchilarimga har qachon deyman, men koni tarixni ishonmayman. Chunki koni tarixi to'g'risida aniq bilmaymiz. Aniq bilmaymiz. Aniq bilmaymiz. Biroq u zamonaviy zamonda albatta Uyg'urlar har qachon Sharqiy Turkistonda bo'ldi. Masalan, bir necha ming yillardan burun menimcha boshqa xalqlar u yerda ham bo'ldi. Xitoy xalqi emas, asosan u yerda Eron xalqlari bo'lgan, ko'chman xalqlari. Shu xalqlar hozir yo'q, ular turklar bilan aralashib
Uyg'ur xalqlar keldi ashundan. Shuning uchun menimcha u to'g'ri yoki o'zining avtonomiyasi bo'lishi kerak yoki o'zining davlati bo'lishi kerak. Uyg'urlarniki. Avtonomiya derken avtonomiya mesela hozirmi avtonomiyasi bor deyapti-ku Xitoy masalan. Shunday deydi, biroq menimcha shu jin avtonomiya emas. Avtonomiya yolg'on demak. Yolg'on. U masalan boshqa yurtlarda dunyo bo'yicha yerlik xalqi uchun o'zining huquqiy bor. Huquqi bor. Qonunlari bor, ham o'zining avtonomiyasi bor, o'zining territoriyasida. Masalan, Janubiy Amerikada har xil yerlik xalqlari bir yurt ichida o'zining jin avtonomiyasi bor. Ularda o'zining hukumati, o'zining qonunlari, o'zining yeri, zemini bor. Umumiy hukumat ichida shu vaziyat Xitoyda hozir yo'q. Kelajakda menimcha yaqindagi kelajakda men ko'rmayman shunday avtonomiya bo'lmaydi. Siz hamda Xitoyni bizni tadqiq qilish jarayoningizda albatta Xitoyni oz ko'p tunib chiqdingiz deb qarayman. Bugünkidek bir ichinishlik davrga keldi Uyg'urlar bilan Xitoyning orasi. Ya'ni Uyg'urlarningki kelgusida har qancha bir ish o'tkazsimi, bugünkidek bir ig'ir vaziyatdan ozoda insondek, chunki siz deb tilga elib o'tgan o avtonomiya bor davlatlardagi hukumat bo'lsin, ya'ni azroq insonlik uqumi bormi? İnsaniyat uqumi bor, vijdon bor, demokratiya bor, insonlikqa hurmat bor. Bu qimmat qarash bor. Xitoyda bu qimmat qarash yo'q. Bundaq bir hokimiyat, bundaq bir rejimning ichida turib, har qancha yuksak avtonomiya o'basimi Uyg'urlarningki mustaqil, to'liq mustaqil davlati bo'lmay turib, bugungi bu reallikdan qutulishi mumkinmi sizcha? Menimcha shunday hozirgi zamonda menimcha Uyg'urlarning vaziyati o'zgarish uchun faqat nima Xitoy o'zi o'zgarish kerak. Agar Uyg'ur zemini Xitoy zemini ichida bo'lsa, albatta o'zi Xitoy hukumati o'zgarish kerak. Xo'sh. Shu bo'lmay bo'lsa, nima albatta har qachon Uyg'urlar bilan Xitoy hukumati bilan chatak bo'ldi. Xo'sh. Yaqinda bir kitobingiz nashrdan chiqmoqchi bo'lganligini angladim, biroz burun programdan burun. Mush kitobingiz haqida biroz bahs qilib bergan bo'lsangiz, bu kitob nimani maqsad qildi? Hozir Xudoyim bo'lsin, bu yil ichida bu o'qish yili ichida bo'lishi mumkin 2020-yilda chiqdi. Bir kitob yozyapman hozir. Shu kitob shu temasi to'g'risida Uyg'urlarga echilgan urush, shundaymi kitobning ismi? Uyg'urlarga echilgan urush Xitoy osonlik musulmonlarga zulm qilishda terror kalimasidan qanday foydalandi? To'g'ri. Shuning uchun u kitob burun bizning suhbatimizda burun shu to'g'risida so'zlashdik. Qanday Xitoy hukumati terrorchi qalpoq Uyg'urlarga qanday qo'ygan, ham qanday payrilgan siyosatda, qanday shu qalpoq Uyg'urlarga
karşı paylaşıp uygulanı basılgan. Hem menimçe o aşı besimden çıkan. Şu an efendim hem de şu kitabınızdaki ismini görüp şu narsa isim koyduğum. Siz bir halkara münasebetler profesörü. Şu sahada ders veriyorsunuz. Xitoy azsalliq musulmonlarga deganda siz faqat Sharq Turkistondagi bizningki territoriyamizdagi musulmonlarni ko'zda tutdingizmi bu kitobda? Meni so'ramoqchi bo'lgan narsam, Xitoy bizning zaminimizda ishg'olchi taraf. Bizningki zaminimizni ishg'ol qilgan taraf. Biz o zaminda Xitoy bizga nisbatan 35 million xalqimiz va angiz deb qaraymiz hozir. Xitoy ishg'ol qiluvchi bo'lish sifati bilan Muşu azsalliq musulmonlar, azsalliqlar deb atilishimiz to'g'rimi bu yerda? Biz hatta istersek mumkin 5 million bo'lsa nüfusimiz, biz o zaminning egisi bo'lish sifatimiz bilan qandaqsiga azsalliq bo'lamiz. O sirtdan kelgan ishg'olchi qandaq bo'lib ko'p sonliq bo'ldi. Bu kalimani nima uchun ishlatdingiz? Buni ishlatilish xato deb qarayman men. Buningga nima uchun bu shaklda qo'llandingiz masalan? Durust, to'g'ri. Albatta Sharqiy Turkiston ichida az sonliq emas. Biroq u birinchida bir kitob nomisida har xil narsalar qo'yish qiyin. Xo'sh. U hozirgi zaman vaziyati ichida bir qiziq narsa, burun Xitoy hukumati asosan Uyg'urlar qarshi harakat qilgan. Qozoqlarga qarshi harakat qilmagan. Qirg'izlarga qarshi harakat qilmagan. 2017-yilda boshlab şu siyasat o'zgargan. Hozir biz ko'ramiz Sharqiy Turkistonning lagerlari ichida ham qozoqlar bor, ham qirg'iz, tatar, meni texi o'zbeklar to'g'risida anglamagan, biroq albatta bo'lish kerak. Shuning uchun albatta shu jang yerlik Müslüman halklarına karşı. Yerlik Müslüman. Şunun için bo'lishi mumkin. Zemin egilirga defa. Bo'lishi mumkin nomusi o'zgarishim kerak. Nomusi. Nomi. Men nomini o'zgartirib Yani azsalliq desa xuddi biz azaldan beri Xitoyning bir parchasi bu Uyg'urlar azaldan beri Xitoyning bir parchasi edi. Xitoyning ichidagi bir azsalliq kishilarni degan bir ufqimni berdi-ku, darhol insonning qalbisiga. Shuning uchun bu narsani so'rdim. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyatda go'zal aytib berdingiz. Hamda siz hamda anglasam shu Uyg'urlarningki, masalan shu Xitoylarningki Uyg'urlarning davomli terrorchi, o'chi bo'sh deb qavatqaniga ham chet eldagi ba'zi bir harakatlarningki bizning millatimizda chiqqan. Bularning harakatlarini terrorlik deb atashqa bo'lmaydiganligi tarafdor ekansiz. Mushun biroz aytib bergan bo'lsangiz. Uyg'urlar nima uchun qurolli harakatlarga sirtlar demasanga buningga yuzilinib qoldi? Nima uchun yuzlandi? Menimcha birinchidan men endi dedimdek hozir xalqaro bu so'z terrorchi xalqaro ma'nosi yo'q. Menimcha xalqaro ma'nosi bo'lishi kerak. Bir birlik ma'nosi bo'lishi kerak. Shu agar bir tashkilot, harakat, bir gruppa nima deydi Umarjon yordam kerak, civilians. Puxralarga qarshi qurolliq harakat qilsa,
Ma'lum tashkilot fuqarolarga qarshi qurolli harakat qilsa, shu menimcha terrorchilik. U terrorchilik deysiz. Biroq hukumatga qarshi qurolli harakat qilsa, u terrorchilik emas. U bir inqilobiy harakati, bir mustaqillik harakati. Mustaqillik harakati deb, inqilobiy harakat. Masalan, u hamma yerda dunyo bo'yicha yurtlar o'zining tarixida shunday inqiloblar bor. U albatta bo'lishi mumkin. Biroq agar pirodalarga qarshi qurolli harakat qilsangiz, u terrorchilik mening sizning ko'z qarashingizda. Mening ko'z qarashimda. Shuning uchun men ko'raman aniq deya olmayman. Chunki Xitoy hukumatidan har xil vakillar to'g'risida az ma'lumot beradi. Menimcha 2013-yilda boshlab bir necha vakillar Xitoy ichida bo'lishi mumkin, terrorchilik deyish mumkin. Masalan, Kunming poyezd stansiyasida. Biroq to'g'ri desam, bizda ma'lumot yetmaydi. Agar u bir qurolli harakat paralarga qarshi u terrorchilik deyish kerak. Fuqarolarga qarshi bo'lsa. Biroq ko'pchilik vakillar Uyg'urlar bilan shunday naturada yo'q. Siz hamda chet eldagi masalan, siz hamda mush chet el, mayli Suriya bo'lsin, Afg'oniston bo'lsin, bu yerlarga chiqib qurolli bir narsani o'rganish uchun chiqayotgan bu Uyg'ur xalqiga siz qanday diagnoz qo'ysiz? U yoki xalqaro qanday diagnoz qo'ydi? Bular qanday qaraydi? Masalan, Suriyada asosan qurolli guruhlari hamma xalqlardan, butun xalqlardan asosan terrorchilar emas. Ular asosan jangda qatnashgan odamlar deyish mumkin. Hozir xalqaro qonunida masalan, agar bir davlat paradolarga qarshi qurolli harakat qilsa, u xalqaro qonuniga qarshi. Bir davlat fuqarolarga qarshi hujum qilgan bo'lsa, u nima deydi? It would be a violation of international law. Shu davlat xalqaro qonun xiloflik qilgan bo'ldi. Menimcha davlatsiz xalqlar ularda ham aniq shunday nima qonunlari bo'lish kerak. Tushundingizmi? Demakchi o'g'lingiz unda bo'lsa, Suriya hukumati, Asad hukumati o'z fuqarolariga qarshi harakat qilayotganligi uchun shu Asad hukumati, ya'ni Suriyadagi Asad hukumatining o'zi xalqaro qonunga xiloflik qilyapti. To'g'ri. Shuning uchun u yerdagi boshqa har xil millatdan kelgan Asad hokimiyatiga qarshi urushayotganlar terrorchi emas demoqchisiz, ya'ni? Yo'q. Faqat agar ular faqat askarlarga qarshi harakat qilsa, u terrorchilik emas. To'g'ri bo'lsin, to'g'ri emas bo'lsin, u terrorchilik emas demoqchi. Masalan, yaqinda Amerikada tungun bir adam paradolarga qarshi qurolli harakat qilgan.
Ha, 20 adam ölgen bakan desuğu. İçki kun içinde menimçe birinci gün 20 adam tunugun yana 9 adam şundak 30 dek adam oturuyan. Aşı terörçülük. Doğru. Hazır Amerika'da aşı hareketi terörçülük kanunları içinde emas. Onu mu terörçülük kirgizmeydi Amerika'da? Terörçülük fakat agar bir teşkilat teşkilat namıdır. Aşı terörçü kalpakta aşı teşkilatta koygan bolsa andan keyin terörçülük hareketi. Hazırki yalğız bolgan hareketini onu cinayet deb qaraydı onda olsa. Şundaymi? Ha, şundak deyim. Tushundim. Biz bu yerdan Amerika xalqiga mutaziya bildiramiz. Ya'ni biz bugungi xabarni angladik. Bu xabarni siz hozirlik qilib o'tgan Shigirmachi fuqaroniki o'ldirilganligi haqida ekanini. Endi yani yana bu masalada biraz ishkillab to'xtalsam, chunki sizningki mavzungiz shu sohada jiqroq tadqiq qilib o'tibdi deb angladim. Shu har qaysi davlatlarda qurolliq mayli mashq qilayotganlar bo'lsin, shu Uyg'urlarniki chet elda vatanda hech qanday qilish yo uni o'g'inish qurolliq masalan ishlarni hech qanday imkoniyat yo'q hamda. Hatto Xitoy bilasiz biz ishlatgan qeyri bovoylarning ishlatgan pichoqlarimiz zanjir taqab qo'yib, hozir zanjir qilyotdi-ku. Qassoblarning pichoqlari, oshxonadagi pichoqlar hammasi. Shuning uchun zanjir taq Uyg'urning qo'lidagi shu kichik pichoqni qo'yqaydi Xitoy. Shuncha valla dunyoga o'zini men cho'ng deb yo'g'on sakrayotgan Xitoy. Bu muhitda Uyg'urlarning hech bir shaklda Xitoyga qarshi qurolli harakat qilish uchun vatanda uni o'gindigan ya bir narsa qilgan bir imkoniyat yo'q. Shuning uchun chet eldagi qo'shni davlatlar bo'lsin yoki Suriya ish chiqqan ekan, bu yerdan bo'lsin, har xil sabablar bilan mishada o'zimiz o'ginimiz deb kirib ketgan Uyg'urlar masalasi bor. Men shunday anlagan, men bir necha Uyg'urlar bilan so'zlashdim. Suriyada bo'lgan Uyg'urlar. Ular shunday deydi. Xalqaro buning qanday qaraydi bu Uyg'urlarga? U bilmayman, men masalan o'tgan yilda bir sudda Norvegiyada qatnashgan. Bu yerda bir Uyg'ur Suriyada bo'lganda Turkiston Islom partiyasi bilan shu jangda qatnashgan. Norvegiya kanunlari bo'yicha u terörçülük. Nemishga? Chunki Turkiston Islom partiyasi shu tashkilotda shu terörçülük kalpak qo'ygan. Shu odam o'zi nima qilgan, u qonunni qarmaydi. Fakat qaysi tashkilot bilan bog'lagan. Menimcha u noto'g'ri. Biroq hozir g'arbiy yurtlarda, Yevropada, Amerikada shunday qonunlari bor. Men hozir keyin men uchun men tehid deya olmayman. Turkiston Islom partiyasi u terörçülük tashkiloti yoki davaychisi tashkiloti. Chunki men kendiki buni yoki yoki da'vochi tashkilot. Bu ikkisiga hukm chiqara olmaysiz. Men nimashga deya olmayman, chunki men bilmayman qaysi qurolli harakati shu tashkilot qilgan. Masalan, agar durust, agar ular pirotlarga qarshi qurolli harakat qilganda, u albatta terrorchilik. Agar faqat boshqa askarlar bilan jang qilgan, u mening fikrimcha u terrorchilik emas. Sizning fikringizmi xalqaro qonundimi? Menimcha texi
har xil yurtlarda o'zining terrorchilik qonunlari bor. Menimcha bu 11 sentyabr 18 yildan beri hozir texi xalqaro tashkilotları har demokratlik yurtları ularning terrorchilik qonunlari yana qarashingiz kerak. Ular bo'lishi mumkin o'zgarish kerak. Chunki vaziyat o'zgargan. Masalan, Amerikada men tungun o'qigan Amerikada ko'pchilik terrorchilik harakati o'zining adamlaridan chiqadi. O'zining adamlari. Xalqaro terroristlik tashkilotlaridan chiqmaydi. O'zining ekstremistlar, millatchilar, shunday odamlar ko'proq terrorchilik harakat qildi. Xalqaro terrorist tashkilotlariga qaraganda. Xo'sh. Bir qancha qatim ta'kidladingiz shu yo'liqi normalda shu yerdagi hokimiyatdagi askarlarga, soqchilarga, hokimiyatga qarshi qilingan ish terrorchi deb qaramayman deb. Endi Xitoyni bizning vatanga bir necha qatim bordingiz. Ya'ni Xitoyning qo'lini bugun kuchlar albatta u yerda bo'layotgan har xil burungi hamda ancha-muncha harakatlar Xitoyga qarshi, hokimiyatiga qarshi, Xitoyninki soqchi doiralari bo'lsin, harbiylarga bo'lsin, bu ancha-muncha ular qarta hujum bo'ladi demasin. Az bo'lsinmi? Endi siz bilasiz, ya'ni Xitoyni bugun Xitoyning hokimiyatini qo'lini kuchli tutib turayotgan narsa to'xtamasdan ishkirdan ko'plab bizning vatanga chiqayotgan Xitoylar. Buni Xitoy hokimiyati chiqayotdi, vatanimizga yerlashtiryotdi. Ayada ko'p sonliq bo'lib, odamlarni jiqaytib, bizning Uyg'urlarning ovozini tamoman o'chirmoqchi. Shunaqo? Bu yerdagi xalq Uyg'urlar o'zining vatani bo'lish sifati bilan bu yerdagi bu zamin ularning vatani o'zining mushundaq qurib yo'qab ketmasligi uchun shu yerdagi xalq, u yerdagi Xitoyning fuqarolari olamdi, askarlar olamdi, nimasi bo'lsa, qo'ldan kelishi harakat qilish haqqi yo'qmi? Menimcha o'zim deya olmayman. Ilmiy odamdek. Masalan, menimcha shunday savollar siyosiy savollar. Siyosiylarga so'rash kerak. U masalan har yurtlar o'zining ko'z qarashlari bor shu savollarga. Albatta tarixda hamma yerda xalqaro tashkilotlari shunday qurolliq harakatlarini qolgan. Biroq menimcha shu bir cho'ng siyosiy savol. Hozirgi zaman vaziyati ichida menimcha boshqa yurtlarga Xitoyga qarshi turmoqchi emas. Shuning uchun Uyg'urlar uchun shu nima support qo'llash elish keyin boshqa yurtlardan, boshqa davlatlardan Uyg'urlarga qo'llash nimasi keltirish qurolliq harakati uchun. Qurolliq harakati uchun deysiz. Masalan, albatta hamma yerda, masalan Amerikada, hozir Yevropada hamma yerda davlatlar inson huquqi to'g'risida Uyg'urlarni qo'llaydi. Biroq qurolliq harakati menimcha texi hech kim qolmaydi. Uyg'ur tarixida faqat menimcha Sovet Ittifoq shu qolgan.
40 yıllarda mesela ikinci Şarkı Türkistan Cumhuriyeti vakitinde Sovyet İttifak Bulgar Krallık Harekatı için yardım verdi. 40 yılda bu komünistler kelgende menimce bir koygan devlet yok. Şu krallık. Qo'llagan davlat yo'q deysiz kommunistlardan keyin. Xo'sh, endi sizningcha shu Uyg'urdek bir insoniyat madaniyatiga bizning tariximizni tadqiq qilish bilan bilasiz, insoniyat madaniyatiga nurg'un to'kpilarni qo'shgan, nurg'un olimlar chiqqan. Shundoq bir madaniyatlik millatning madaniyatsiz Xitoylar tarafidan qirilib yo'q bo'lib ketmasligi uchun xalqaro jamiyat nimalarni qilish kerak bilasizmi? Menimcha qattiq harakat qilish kerak. Birinchida albatta tadqiqotchilar, ekspertlar Sharqiy Turkistonni vatish kerak. Ular uchun erkin access. Umarjon, access. Ularda erkin aloqa qila oladigan. Erkin qarish kerak shu lagerlar. Lagerlar masalasi. Lagerda yashagan olimlar bilan so'zish kerak. Xitoy hukumat avazlar siz. Menimcha bir tadqiqot qilish kerak. Yana menimcha sanksiya bo'lish kerak. Nima? Nima deydi? Masalan, albatta Xitoy shu zulmda qatnashgan shaxsiy kompaniyalar. Masalan, Xitoyning zulmiga qatnashgan boshqa chet ellik shirkatlar deysiz. Shirkatlar. Şirket qilish kerak. Masalan, har xil kompaniyalar Hikvision yana boshqalar shu kamera shirkati Hikvision. Shu kompaniyalar boshqa yerlarda cheklanish kerak. Cheklanish kerak. Yana Birleşken Milletler Tashkiloti harakat qilish kerak. Biroq texi men shunday harakat ko'rmayman. Badib qolmaysiz. Programmamizning oxiriga yaqinlashib qoldik. Shon efendim, endi shu Xitoyni bilasiz, butun dunyoga faqat biz Uyg'urlarga ham tahdid bo'lib, Uyg'urlarga ham bu qadar zulm sadab qilayotgan yo'q Xitoy. O'zi qo'li yetgan butun yerlarni kontrol ostiga elib, hatto bugun Amerika bilan bo'lgan savdo urush masalasimi uzundan buyon davom qilyotdi. G'arb dunyosidagi nurg'unlagan Xitoyniki texnika o'g'irlash mahir ekanligi ma'lum. Sizlarning yasagan, sizlarning ijod qilgan narsangni Xitoy elchisi o'g'irlab saxtasini ishlab chiqaradi. Nurg'un g'arb dunyosiga bir balo qazo bo'layotganligi aniq bo'lganimda. G'arbmi degan Amerikadagi bir kuch, Amerika boshchiligidagi kuchniki Xitoyningki Amerikani bir chetga qayirib qo'yib, uni ittirib o'tib, Xitoyning oldiga chiqishini xohlamaydi hargiz. Siz shu sistemda yashayapsiz. Xitoyning bunchalar haddidan eshig'i nima uchun hozirgacha bir jiddiy bir shaklda ta'sirli bir kuch bilan buni qarshi turadigan ishni qilmasdan faqat eg'izli gap qilib qo'yib bu shaklda qildi sizcha? Menimcha vaziyat o'zgarish uchun Xitoy ichida, Kompartiya ichida bir cho'ng o'zgarish kerak. Masalan, menimcha Xi Jinping yo'qish kerak. Faqat o'zining Kompartiya ichida shu
yo'qish Kompartiyami yo'q bo'lishi kerak. Masalan, agar har xil partiya a'zolari tushandu, agar ular qaryapti, Xi Jinping ta'siri Xitoy uchun yaxshi emas. Faqat undan keyin menimcha o'zgarish bo'lishi mumkin. Xi Jinping kelsa, yana boshqasi keldi, o'xshash Xitoyning tabiati o'xshash. Bo'lishi mumkin. Ya bu kommunist rejimi o'zgarmagan muddatcha bo'lishi mumkin, o'zi Xitoy parchalaydi. Biroq menimcha hozirgi zamon siyosat bilan vaziyat o'zgarmaydi. Hatto Amerikaninki shu Avam palata bo'lsin, senatorlar bo'lsin, yillardan buyon o'zininki eng oxirdagi bayonotlarida biz yillardan buyon Xitoyning shunday iqtisodiyatning kuchaysa, bag'ansiri demokratlashsa, bu sistemasi o'zgaradi deb shuni kutgan to'q, shuning uchun qo'llagan to'q. Ammo lekin Xitoy dal aksicha bu kuchaygan siri dunyoga bir balo qazo bo'lyotidi. Buning oldini olishimiz kerak deb nurg'unlar dedi. Deb turib harakat yo'q ammo lekin Trump hukumati hozirgacha bir harakatni jiddiy bir shaklda o'tirib qo'ygani yo'q. Tugun sizlarni o'rgatib qolsa qanaqa qilasiz? Men faqat men shunday o'ylayman. U chataq Xitoy xalqidan chiqmaydi. U Xitoy hukumatidan chiqdi. Shuning uchun bo'lishi mumkin. Men bilmayman. Men Xitoy hukumatini ancha o'qimayman. Men siyosatshunos emas. Xitoy hukumatini haqiqat qilmayman. Xitoy hukumat to'g'risida. Biroq menimcha o'zgarish mumkin. Faqat hozirgi vaziyatda o'zgarish ko'rmayman. Tushundingizmi? Tushundim. Men deya olmayman nima, faqat Xitoysiz vaziyat yaxshiroq bo'ldi. Menimcha har xil javoblar bor. Xo'sh. To'g'ri deysiz. Xo'sh, unda bo'lsa oxirida Uyg'urlarning do'sti bo'lish sifatingiz bilan Uyg'urlarga qanday yurak so'zlaringiz bor, shuning bilan tugatsak. Menimcha Uyg'urlar uchun hozirgi zamonda eng muhim o'zining ruhini saqlasin, o'zining madaniyatini saqlasin, o'zining tarixini, o'zining jamiyatini saqlasin. Bu muhim deysiz. Inshaalloh. Ko'p rahmat. Sizga rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib George Washington Universiteti Eliot Xalqaro munosabatlar instituti professori hurmatli Sean Roberts bilan vatanimiz haqida, Uyg'urlar haqida, da'vomiz haqida suhbat elib bordik. Qizg'in, go'zal bir shaklda inkaslarlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.